Hayit dasturxonimizga o'zgacha ko'rk beradigan mazali qarsildoq, asosiysi qiyomi tishimizga yopishmaydigan chakchak tayyorlaymiz. Bismillah deb idishga 5 ta tuxumni chaqib, 1 choy qoshiq razrikitel, yarim choy qoshiq tuz va asosiy ingredient 1 osh qoshiq smetana solib, yaxshilab aralashtiramiz. Elangan un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Ikkiga bo'lib tindiramiz. Xamirni yoyib, chuchvaraga kesilgandek kesib, ugridan qalinroq qilib to'g'rab olamiz. Oldindan qizdirilgan, lekin hovuridan tushgan yog'da o'rta olovda oz-ozdan solib qovurib olamiz. Qiyomga 2 piyola shakar, 1 piyola suv, 1 bo'lak limon solib qaynatamiz. 15 minut qaynagandan keyin sovuq suvga solganimizda shunaqa shaklga kelsa, piyola asal solib 5 minut qaynatib o'chiramiz. Qolip chetlarini yog'lab, qiyom bilan aralashtirilgan chakchakni solib, qo'llarimizni ho'llab ustilarini bosib chiqamiz. Xohishga qarab qovurilgan kunjutdan sepamiz, xohishga qarab bezatamiz. Mazali qarsildoq chakchaklarimiz tayyor. Kirib kelayotgan hayit ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Retsept yoqsa, like bosib, chakchaklari o'xshamaydigan kelinjonlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ularga ham manfaatli bo'lsin.